Hozir 2026-yil. Sun'iy intellekt, onlayn kurslar, ilovalar, til o'rganish uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Lekin hali ham ko'pchilik 1-2 yil o'qib razgovorga chiqa olmayapti. Xo'sh, muammo kimda? Odammi o'zidami yokida yondashuvdami? Bugun sizga rus tilini noldan to'g'ri metodika orqali qanday o'rganish mumkinligini bosqichma-bosqich tushuntirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki siz allaqachon rus tilida o'zingiz bir nechta gaplarni tuza olasiz. Xo'sh, boshladik. Nima uchun odamlar rus tilini o'rganadi, lekin rus tilida razgovorga chiqa olmaydi? Sababi juda oddiy. Chunki ular rus tilini quyidagicha o'rganadi. So'zlar yodlaydi, grammatika o'qiydi, ham test ishlaydi, lekin razgovor qilmaydi. Bu ilmiy jihatdan ham isbotlangan xato yondashuv. Bu matematik formula emas, bu insondagi ko'nikma. Ko'nikma esa ishlatilganda rivojlanadi. Shuning uchun 2026-yilda eng samarali usul bu eshitish, amal qilish va qo'llash. Keling endi sizga 2026-yilda rostdan ham ishlaydigan metodikani tushuntiraman. Birinchi metodika bu tushunib eshitish usuli. Bu metodika tilshunos Stefan Krashin tomonidan ishlab chiqilgan. Bu usul orqali inson grammatikani shunchaki yodlab emas, tushunadigan kontent orqali o'rganadi. Mana masalan, ruscha video, serial, kino, o'zingiz xohlagan narsalarni ko'rish, dialoglarni eshitish hamda subtitr kontentlarni ko'rish. Bu metodika orqali miya tilni o'zi strukturaga solib qo'yadi. Ikkinchi metodika bu to'g'ri yodlash. Tushunishingiz uchun so'zlarni shunchaki oddiy yodlash deyarli 2 kunda unutiladi. Lekin interval bilan, ya'ni 1, 3, 7, 14 kun bu usul ilmiy tadqiqotlarda ham eng samarali deb topilgan. Shuning uchun 2026-yilda barcha kuchli til platformalari aynan shu tizimdan foydalanadi. Uchinchi eng muhim metodika bu gapirishni kechiktirmaslik. Tilni o'rganishni boshladingizmi? Razgovorga, gapirishga harakatni ham shu zahoti boshlashingiz juda ham muhim. Chunki ko'pchilik o'ylaydi, boshida hamma grammatikani o'rganib oling, so'z boyligini yig'ib oling, keyin gapiraman deb. Lekin bu yondashuv amalda ishlamaydi. Sizga avval aytganimdek, til bu nazariya emas, bu ko'nikma. Masalan, siz velosipedni haydashni kitob o'qib o'rgana olmaysiz. Siz albatta bir kuni uni minib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Til ham xuddi shunday. Agarda gapirishni boshlamasangiz, miyangiz gap tuzishga moslasha olmaydi. Tilshunos va psixologiya tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, inson miyasi tilni eng tez aktiv ishlatganda o'zlashtiradi. Ya'ni tushunishingiz uchun faqat o'qish bu passiv bilim, gapirish esa bu aktiv bilim. Aktiv bilim esa tezroq mustahkamlanadi va uzoqroq esda qoladi. Shuning uchun shu 3 ta metodika eng muhimlaridan biri hisoblanadi. Bugungi videoda faqat nazariya emas, real darslarni ham o'tamiz. Rus tilidagi eng oddiy gap strukturasi bu men, fe'l va obyekt. Masalan, men ishlayapman, men o'qiyapman, men rus tilini o'rganyapman. Rus tilida qanday bo'ladi? Bu strukturalarni ko'rish uchun asosiy formula bu: ega, kesim va to'ldiruvchi. Keling misollar bilan ko'rib chiqamiz. Men o'qiyapman, я учусь. Men ishlayapman, я работаю. Men rus tilini o'rganyapman, я учу русский язык. Bu yerda eng muhim nuqta bu men, я, o'rganyapman, учу, rus tili, русский язык. Endi siz ham tuzib ko'ring, misollaringizni izohlarda yozib keting. Hozir sizga o'zbekcha aytaman, siz uni tarjima qilib ko'ring. Birinchisi, men kino ko'ryapman. Правильно, я смотрю film yoki kino deyishingiz mumkin. Men ovqatlanyapman, elija ovqat yeyapman. Juda ham oson. Я ем, правильно, или же я кушаю. Ko'rdingizmi? Juda ham oson. Eng asosiysi ko'proq praktika qilish va har bir aytilgan maslahatlarga amal qilish. Endi eng muhim grammatika, ya'ni fe'l hozirgi zamonda qanday o'zgaradi? Rus tilida fe'llar shaxsga qarab o'zgaradi. Ya'ni demak almoshlardan foydalanamiz hozirgi zamon uchun. Men, sen, u, ular, biz, siz va shunga o'xshagan kishilik almoshlarni olamiz. Kishilik almoshlar rus tilida личное местоимение. Keling, учить fe'lini olamiz. Yodlamoq bu infinitiv moq shakli. O'zbek tilida mana o'qimoq, yugurmoqdan moq infinitiv shakli. Rus tilida bu учить.
Учиться itni olib tashlaymiz oxiridagi va endi olmoshlarga moslaymiz. Я учу, ты учишь. Он, она har doim birga yuradi. Учит, мы учим, вы учите, они учат. Mana biz hozirgi zamonni tuzlashni ham o'rganib oldik. Lekin sizga avval aytganimdek, biz so'zlarni yakki holda o'zini yodlamaymiz. Gaplarda yodlash ancha sizga effektni yaxshiroq beradi. Gaplarda qanaqa yodlashimiz mumkin? Masalan, я учу русский язык. Men rus tilini o'rganyapman-da. Или же ты учишь русский язык. Yoki ko'pchilik aytsa, мы учим русский язык. Xo'sh, endi 2026-yilda rus tilini o'rganish uchun real xaritasini ko'rib chiqamiz. Agarda siz rus tilini 0 dan o'rganishni boshlayotgan bo'lsangiz, 3 oyga jarayonni quyidagicha rejalashtirish mumkin. Birinchi oyda eng ko'p ishlatiladigan 500 ta so'zni yodlaysiz va hozirgi zamon fe'llari bilan tanishasiz. Albatta darrov gapirib ketmasligingiz mumkin, lekin sodda oddiy gaplarni tushuna boshlaysiz. Ikkinchi oyda o'rgangan so'zlaringiz orqali mustaqil oddiy gaplar tuzasiz va ruscha nutqni eshitib, tushunish qobiliyatingizni rivojlantirasiz. Bu bosqichda siz allaqachon oddiy savol-javoblarga javob bera olasiz. 3-oyga kelib esa siz kuchlik suhbatlarni olib bora olasiz va hayotiy dialoglarni tushunib, javob qaytara olasiz. Agar bu rejaga muntazam, intizom bilan amal qilinsa, siz 3 oyda A1, A darajaga chiqa olasiz. Agar yo'q, men o'zim o'rgana olmayman, menga kurs kerak desangiz, sizga aynan Ilm markazi onlayn rus tili maktabini kurslarini tavsiya beraman. Bizda 90 kunda razgovorga chiqishingiz kafolatlanadi. Agarda natijaga chiqa olmasangiz, pulingiz 100% qaytariladi. Hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting, raqamingizni qoldiring. Operatorlar barcha ma'lumotni berishadi va sizga demo darslarni yuborishadi. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermay, bugundan boshlab rus tilini amalda o'rganishni boshlang. Xulosa qilib aytganda, 2026-yilda rus tilini o'rganish uchun sizga kerak bo'ladigan narsa bu to'g'ri metodika, muntazam mashq va real gapirish muhiti kerak xolos. Agarda xohlasangiz, keyingi videoda sizlar bilan eng ko'p ishlatiladigan 100 ta ruscha so'zni real dialoglar orqali o'rganamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, paka-paka!